Yo, WhatsApp bolalar, bugungi videoda sizlar bilan ras va bugungi videoda biz Pocket Time serverida sfera kalitiga erishishga harakat qilamiz. Agar yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsangiz, yeb ichishga hisobga oling. Men videoni boshladim. Xullas bolalar, videoni boshladik. Toperlarda bo'ladi. Xo'p, bu qanday toper? Mana top bo'yicha. Analizi. Ayolmas qanday ekan? Qayerdadir toper What? bordi, ha. Qayerdan bir hozir ko'rsatamiz. To'parani o'tda edi, o'sha yerda edi. Bu haykalni ko'ringlar, bolalar. Albatta bu Java'da, afsuski Bedrockda emas. Mana bu privatlar. Bular uyingizni, masalan, temir bloki uyingizni 2 qo'riqlaydi. Masalan, 2 ta blok va tepaga 2 ta blok. Bunisi esa 3 ga 3, bunisi 5 ga 5, 7 ga 7, 10 ga 10 va eng kattasi. Faqat buni danat qilib olasiz xolos. Afsus. Men danat emasman, shuning uchun danat qilib olmayman. Qaranglar. Bu yerda to'perlar ko'rsatmas ekan u. Mana. Hop, 7 kayr. 310. Va qaranglar, bu odamlarni o'ldirishga qarab ekan. Ya'ni birinchi o'rinda 7 kay. YouTube shekilli bu. 313 ta odamni o'ldirgan. Eng oxirgi o'rinda Kiftari 100 ming. 115 marta. 115 ta odamni yo'q qilgan. Yaxshi. Men esa bitta ham odamni yo'q qilmaganman. Men 7 marta o'lganman. To'g'ri do'stlar, bu yerda chunki bot deyishingiz mumkin. To'g'ri qabul qilaman. Chunki men yaxshi o'yinchi emasman-da. Mana, endi shaxtyorlar bo'lsa kerak. Top bu analizi. Nima bu? Wedding Sovent 2D10. Bu nimaligi? Kim ruscha tarjima qilsa tarjima qilib yuboringlar do'stlar. Tarjimalarni yozib qoldiringlar. Chunki bu ruschada hamma yo'q. Men rus tilini yaxshi bilmayman, shuning uchun. Hop, endi kabel qani? Mana. Ikkita qo'rdim. Bu yer. Endi narsalarni sotamiz. Mana shu yer, bu yer, ya'ni rudalarni mana shunaqa sotsanglar bo'ladi. To'taylarman, bitta sotyapman. Hayır, staklab sotyapman, yaxshi. Endi redstone. Oxirida olmos sotamiz. Temir, oltin va endi uzoq kutilgan natija olmoslar. Va pulimiz 900 ming. Bo'ldi. Shaxtyor bo'laman shekilli, bolalar. 900 ming puli. 900 ming. 9 million euro. Yaxshi. Mana ne zirit odamlar. Mana qaranglar. Meni de sundugim. Shlem kuchli. Birani afsuski pastroq olganman. Botinka kuchli. İşte hozircha olmosli. Mana. Men aytgan sfera. Ya'ni bu hozir menga 3% ataka qo'shib beradi. Yana plus 15% tezlik. Atakada o'sha ekansiz tezlashasiz va 2% jonimni yeydi. Ya'ni bu degani meni qaranglar. Meni bitta serdechkam yo'qib bo'ladi, ya'ni bitta jonim yo'qib bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Sferada ikkita yaxshi narsa bor va bitta yomon narsa bor. Shuning uchun sfera ham kamdan kam oladigan odamlar oladi-da. Masalan, men ham ko'p sfera olmayman. Endi matdan sizlar ham kirganlaringda birinchi Spoke deb yozinglar. Spooky deb yozganlaringda mana unaqa narsalar olasiz. Siz birinchi levelni bossanglar, sizlarga 4 yoki yo'q 30 minutdan keyin olsangiz bo'ladi deydi. Xo'p, mana men ularga yetganman. Men uni olaychi. Bir kun qopdi. Ertaga olalar ekanman. Ertaga soat 7 da olalar ekanman. Bratim, qo'lnaysiz? Bratim, do'stlashamizkina. Davay. Qochib tur. Go team deb yozaman. Ruscha qayerda edi? Mana. Qani go team. Go team. Tana qilib qo'ydim, mayli. Gotaga basibati. Nima? Voday. Taga pishi.
Mani tagayim yo'q. Meni tagayim yo'q. Taga nima degani o'zi? Uy. Ming bo'lsa kerak hozir. Men kelib turib bitta narsa beraymikin. Qilichimdan ayolgim kelmaydi, qaranglar. Omale nazarit. Pleasing. Please. Tahimiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bu degani haqiqiy. Bilganingni qil. Mana, Elektram hozircha kuchli-yu, Eritra krutili. Ha, kit deganimda do'stlar. Kit mana. Qani? Kit. Bitta kitlarning turlari. Mana buni olmay qo'yurlar. Mana uni olish kerak-da. Mana. Versteni, xullas, mana naborlarning eng kuchli kit mana bu. Geradox. Qaranglar, uni kitdan nima olib beradi? Agar shu kit bunga faqat daraxt qilib berishamiz, xolos. Tokenda, tokenga ham sotar ekan bolalar. Token yaxshi narsa bo'lar. Mayli. Endi kristal, wow. Agar buni obsidian bilan portlasib, 3 ta zarbada o'ldirib yuborishim bu odamni. Mana oga Eritra. Qilichini qarang, kirkosini. Wow, effectiveness X, ya'ni 10. Nima keragi bu arbaletda? Voyda. Chamber olma yaxshi totemda. Qaysidir kitdan naqa berardi-da bolalar. Ikkita sfera berardi hozir mana o'tayotdi. Qaysidir kitda sfera berardi-da mana. Qayerdadir ko'rdim mana shu kitdami sfera berardi-da mana. Mani kitim mana. Mana olmosli baranelar, qilich, kirka, fortuna bilan albatta, bolta, lapatka, kamon. Bular endi kelasiz mana sizga 3 stak. Shata yangilanib. Bir Appalaga. Legendarniy keyingisi bo'la tayyorlanish kerak. Legendarniy eng zo'ri bo'ladi. Legendarniy hamma Давай. Nezaretlar yig'dim shekilli. Voy. Shoxtani qara kuchliligini. Voy, nezaretlar yig'ildi shekilli. Wow. Aytdim, u legendarniyda bu shoxtadan deyarli asar ham qolmaydi-da. Mana shoxtalardan asar ham qolmaydi. Ko'rdilarmi? Shoxtadan asar ham qolmadi. Yaxshi, lekin temir uchun. Asar qolmadi bu shoxtadan. Shu legendariyaga kelishadi xolos bular. Oddiy epiklarga kelishmaydi omali. Ne to'plab yutdi. Sakkizta pishagan mana. Sakkizta. Mana buni to'plasa desam bo'ladi. Endi oltin sol kamroq qilibdan oltinlarni qazib olamiz endi. Naydoj, oltin ko'p kerak bo'ladi bizga omali. Oltin kerak hozir menga. Sakrab kesamiz. Bu qaziydimi, yo'qmi? Qazi, davay. Yo'q, biz oltin to'plashimiz kerak endi. Chunki nezet shablonlar nima desaydi? Albatta oltinda. Mana Minecraft anchadan beri o'ynaganim uchun nezet shablonlarni qanday yasashni o'rganib olganman deb. Endi sizlar ham bilsizlar-ku, to'g'rimi bolalar? Xo'p, qani yana oltin bormi? Mana oltin bor ekan. Yana oltin yo'qmi? Qolmadimi? Bo'ldimi? Bor ekan u ana. Tepalar turibdi-yu. Mana shu o'rnidagi blok qazisa zo'r bo'lardi mana. Bu menimcha 3 ga 3 qazsa kerak menimcha ham. Bilmadim, buldozerda bu. Buldozer tez qaziydi deyishadi odatda. Qancha to'plagan bo'lsam ham bu rudani ko'p to'plagan bo'ladi. Yaxshi, deb. Yaxshimasa endi nezerni ko'p to'plaganimizga yaxshi. Endi hop crafting table'ni qayerdan topsam ekan? Crafting crafting table. Xo'sh, home'imga borib turib olib kelamiz. Qani? Crafting table aytib bor edi. Hali ham yo'q bo'lmaydi bu crafting table deb plov. Aytgancha hamma necha qo'limda-yu. Bitta, ikkita. Bo'ldimi? Ikkita xolosmi? To'rtta. Ikkita yasaydigan bo'lsa bitta mana unaqa kerak bo'ladi bizga yana. Mayli.
Muhimi yasadik. Qaranglar do'stlar, bitta sir narsa aytaman sizlarga. Nima aytdi? Mana yerda meni sekretniy sundugim bor. Bolalar, agar sizlar ham shu narsalarga erishmoqchi bo'lsanglar, sizlarga video oxirida bu joyning koordinatalarini albatta qoldiraman sizlarga. Sizlar ham bir o'ynab ko'ringlar bolalar. Mazza qilib turib, mashitdan sundugimni ochib turib, birinchi bo'lib obunachi topgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozinglar. Aka, men sundugimni topdim deb. Warp mini. Qani olg'a. Qachon yangilanadi endi? Обычный bo'lar ekan endi. Bo'pti. YouTuberlardan o'zalmayman aniq. Endi sotamiz. Bu yer hamma olgan rudamizni sotamiz. Birinchi hop lapislar. O'z shuni deb hozir 10 millionga yetib bo'lsa kerak. Agar hozir shu oddiy rudani sotsam 10 millionga yetib bo'lsa, bir stak olmos qoldiradi. Qolmadimi? Ko'mirlar. Уже 999. Maqsadimizga yaqinlashdik. Bir stak olmos. Va ikkita tema yo bitta nazat sotamiz xolos. Bittasi qolsin. Ikkalasi ham qolaveradi, mayli. Уже 10 millionga yetib bo'ldik. Bo'ldi, bugungi maqsad amalga oshadi hozir. Bugungi maqsadda amalga oshamiz. Ya'ni axidan sfera kaltini sotib olamiz. Chiqarichani. Mana birone resurs, birane. Sfera. Oh my god. Bola, sfera. Bola, maqsadimizga yetishdik. Sfera kaltini topdim. Qo'sh. Omadimizga qarab bitta sfera kaltini olamiz. Mana bola, bugungi maqsadga erishdik. Sfera kaltini oldik. Birane kaltini ham olaman. Bo'ldi. Qani, olg'a ketdik. Bitta sfera bilan bitta birani ochamiz. Davay, birinchi birani ochaman. Sferani ochish qiyin bo'ladi, birani ochamiz. Uzoq kutilgan damlar bolalar. Davay, birani. Nima berasiz? Qanday birani? 300 pulak. Bir xil aka. Hop, endi uzoq kutilgan damlar. Sfera kalitini qo'ydim va bu o'zimniki bilan bir xil-ku. Bu o'zimniki bilan bir xil sfera olib qo'ydim. Wow. Voy, axlatni ham oldim. Zo'r. Kerak bu bilani. Demak, kerak bu cho'chqa go'shi vargan kerak bo'lmaydi. Batda ham ruslar ham o'ynaydi bo'lar. Rus, ingliz, xolos qaysi davlatlarda o'ynash bilmayman. O'zbeklar ham o'ynasa kerak bilsa agar. Redstone opalaman mana. Redstone katta pulga sotiladi. Voy, nima tushdi bunga? Nezurtli mech. Wow. Bitta ko'raman. Qancha qoldi? Voy, hot. Yaqinda olaman. Wow. Hit. Bittasini ur. Nima bo'ldi? 500 ming yo 50 ming yaxshi pul amalakun. Jahlimizga kerak. Bo'ldi. Ko'rdinglarmi, bugungi maqsadda sferani ochamiz deganmidim. Nima degandim? Ochaman deganmidim. O'zimiz sfera bilan bir xilda, o'zi ikki sferani birlashtirsa bo'lmaydi. Qani, bu sfera bilan qiziq sfera chiqibdi. Endi bitta sferani sotamiz. Albatta qanchaga? 999 ga. Aha. Selala. 999 sotamiz. 900 sotamiz. 1 2 3 4 5
6. To'g'ri bo'ldi ana. Va keyboard sotildi. Voy, bitta sfera endi o'zimiz bilan qoladi. Bu protection 4, bu protection 5. Ne farqi bor? Lekin ustimdagi olmos bo'ldi endi. Qara endi nezerit bo'ldik. Full mas'ul lekin hop. Bolalar shetib tugatishimiz kerak. Videoni ko'rgan bo'lsangiz albatta like bosing va kanalimizga ham obuna bo'ling. Kelasi videoda maqsadlar nimaligini yozib qoldirsangiz, albatta o'sha maqsadlarni qilishga harakat qilaman. Ko'p aytilgan maqsadda, ya'ni ko'p like yiqqan kommentariyaga o'z yurakchamni bosib qo'yaman va ana shuni shartini bajarib ko'ramiz. Yaningizda chiqib turgan adres yordamida Spooky Time kirishingiz mumkin. Video tugadi.